Xo'p, qarang, videomizning ikkinchi qismi bu. Marina kollagenlarimiz bu. Marina kollagen, suyak to'qimalari, soch, tirnoq, yuz ajinlarini oldini olishda, sustavlarni quvvatlashda, 40 yoshdan keyin ayollarning ko'pchiligida kollagen yetishmovchiligi va natijada suyak bo'g'im kasalliklari kelib chiqadi. Shuni to'ldirish uchun. Xo'sh, uspokоительный lavanda siropimiz bor. Migren, cherepnoy, uyqusiz, asabiy bo'lgan insonlar uchun juda ham yaxshi natija beradigan mahsulot. Bu ham Tibomet firmasiniki. Xo'sh, xalila siropimiz bor. Sariq xalila, qora xalila, sariq xalila bor. Bu sariq xalila siropi. Bu oshqozon yazvasi, gastrit, pankreatit, kislotni ko'tarilishi, ko'p zarda qilib yuradigan, ovqatlangandan keyin dimlanadigan, o't qopi qiyshayganda juda ham yaxshi yordam beradigan mahsulot bu. Sariq xalila siropi. Xo'sh, qora sedana kapsulamiz bor. Qora sedana kapsulamiz bu hamma ham biladi buni. O'limdan boshqa hamma kasallikka beriladi. Buni yosh bola, yosh katta, homilador, emizikli hammaga mumkin. Kist alxinde bu. Kist alxinde umumiy immunitet ko'tarishda helikobakter infeksiyasini asosiy yo'qotishda juda ham yaxshi natija beradigan mahsulot. Qora sedana sovuni bor. Qora sedana sovuni yuzdagi ugri dog'larni ketqirish uchun yuzni tarangligini yaxshilaydi va yuzdagi har xil toshmalarni quritishda. Qora sedana kremi bor. Mazi, ya'ni bu kremi, sinusit, burunda gaymarit, bo'g'im og'riqlari, revmatizmlarda juda ham yaxshi yordam beradi. Yuzni tiniqlashtirishda ham surkasa bo'ladi. Bir kunda bir mahal surkasa yetadi. Endi vitaminlar, jamlamalar bor. Vitamin D3 va K2 bor. Buni ko'pchilik bilishadi. Vitex bor. Vitex juda ham hozirgi vaqtda gormonal muvozanat buzilganlarga tavsiya qilaman. Mana shunda olib ichinglar. Mastopatiyani oldini olishda, jenskiy har xil mioma, kista, endometrioz qatlamlarini oldini olishda bu. Shu kasalliklar kelishidan oldin iste'mol qilish kerak. Vitex gormonal muvozanat tiklashda juda ham yaxshi yordam beradi. Xo'sh, bu yerda yana rastaropsha yog'i bor. Rastaropsha yog'i jigar uchun ko'pchilik biladi. Homila mevasi bor, mahilma. Befarzandlar uchun. Befarzandlarga ham bu videoni tarqatib qo'yinglar. Olib mana shundan ichsizlar. Xudo xohlasa, Allohning izni bilan farzandli bo'lishlariga bir sabab bo'ladi. Zaytun, olivkovoy maslo bor. Kadi yog'i bor. Gijjalarni, parazitlarni tushirish uchun, erkaklarda prostata shamollashlarini oldini olish uchun. Aloe vera kapsulamiz bor. Aloe oshqozon yazvasi, gastriti, pankreatiti, oshqozondagi har qanday ichakdagi infeksiyalarni yo'qotishda yaxshi yordam beradi. Teri to'qimalarini ham yoshartirishda zo'r yordam beradi. Xo'sh, omega 3 bor. Omega haqida endi ko'pchilik biladi. Miya faoliyatini yaxshilashda, soch to'kilishini oldini olishda, hayz davrini yengillashtirishda ham juda ham zo'r. Hali ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizda 160 xildan oshiq mahsulotlar va giyohlar bor. Bular hammasini bir boshidan tanishtirib boraman. Bu videoni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hali Xudo xohlasa bundan-da qiziqarli va har bir mahsulotni to'liq ma'lumoti bilan aytib o'tamiz. Yangiliklarni kuzatib boring. Videoni like bosib hammaga tarqatib qo'ying.